Dastlab matbuot anjumani bilan boshlangan tadbirda barcha soha xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari jam bo'lishdi. Tadbirda Markaziy bozorning 2024-yil yakunlari va 2025-yilning dastlabki 5 oyi mobaynida amalga oshirilgan ishlar haqida axborot taqdim etildi. Shu bilan birgalikda jurnalist va blogerlar tomonidan yo'llangan savollarga munosib javob berildi. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi Buxoro viloyat bo'limi va Buxoro BS elektron ommaviy axborot vositasi tahririyati hamkorlikda tashkil etilgan tadbirdan bozor hududi bo'ylab press tur ham alohida o'rin egalladi. Unda ommaviy axborot vositasi xodimlari Markaziy dehqon bozorida bugungi kunda kiritilgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanishishdi. Ta'kidlash lozim, oldinlari ko'zga ko'ringan ancha kamchiliklar mutasaddilar tomonidan bartaraf etilib, bozor hududi obodonlashtirilgan. Soya salqinda tadbirkorlarga faoliyat yuritish uchun qulay sharoit yaratib berilgan. Jumladan sotuvchilar uchun mo'ljallangan buyum bozor tom qismi uchun ustunlar qurish loyihasi tasdiqlanib, bu hudud quyoshdan ancha muhofaza qilindi. Oyoq ostidagi asfalt yotqizilgan yerlar esa qaytadan ta'mirlanib mustahkam holatga keltirildi. Shu bilan birgalikda yil so'ngiga qadar yana ko'plab yangiliklar kiritilishi ushbu manzil rahbari tomonidan e'tirof etildi. Bu esa nafaqat sotuvchilar, balki iste'molchilar uchun ham birdek foydali bo'lmoqda. Bizda direktorni saylagan. Bizda saylovchiga. Ha. Shu. Qara, mana o'rganishman. Mana shu yerga 80-yildan beri savdo qilaman. Bozor endi egasini topdi. Ma'lumot uchun aytish lozim, 2023-2025 yillarda Buxoro Markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati mablag'lari hisobidan bozor hududida bozorning tashqi fasadi uchun, buyum bozori yo'laklarida betonlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun, buyum bozori yo'laklarida naves qurilishi uchun, hojatxona ta'miri, quruq meva pavilyoni va ichki tashqi fasadining ta'miri, sut va sut hamda go'sht va go'sht mahsulotlari pavilyonini qaytadan ta'mirlash uchun va quyosh panellari o'rnatish uchun alohida mablag'lar ajratgan. Ushbu xayrli ishlar esa birin-maketin navbat bilan amalga oshirilmoqda. Manzilga keladilar, texnik nazoratni bo'lib, boshqasi bo'lib, ishni borishini sifat ko'radi, qanday bo'lyapti. Hammasini aytganlarda qilib, mana topshirdik, yana bir xizmat bo'lsa, biz xalqning xizmatiga shu. Shu kuni sotuvchilar nafaqat o'zimizning mahalliy xaridorlar, balki xorijliklarning ham bu yerga ko'p qatnashlari va albatta esdalik sifatida bizning yeguliklarimizdan havas bilan xarid qilishlarini alohida ta'kidlashdi. Aytish kerak, bu kabi sa'y-harakatlar esa albatta xalq farovonligi yo'lida munosib xizmat qiladi.